أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم hazır vaqt to'shabdi biz darsni boshlab berdi vaqt qolgan qarindoshlar kim kira biz oldin qatim darsimizda asos jihatdan shu zabtiga aloqador bo'lgan raviga ta'ni kirish sababidan aybinish sababidan yani raviyning zabtidagi ma'lum sabablar tufaylidan zayd bo'lgan hadislarni so'zlab o'tgan. Endi bulardan biz yuqorida hadisi munkar hadisi munkarninki ichidagi buziliq sifatlarni deb o'tgan ham buni bir qatim so'zlab o'tgan bo'ldik. Shu darsning oxirida bir qarindishimiz bir savol so'rabdi ekan. Hozir bu savol so'ragan qarindishimiz kirmagan o'xshaydi. Alg'ucha biz hozirgi darsimizning kelgan yerdan davom qilishda darsning oxirida kirib qolsa javob beramiz, bo'lmasa xushim chiqib javob beryapmiz inshaalloh. Bizning hozir kelgan turimiz hadisi muallal. Hadisi muallalninki ismidan chiqib turadi, yana hadis ana illatlik hadis degan gap. Yani hadis muallaldanki bir qanchalig'an siyg'a o'xshamaslik bilan bir qanchalig'an atilishi bor. Masalan, ba'zilar hadisi muallun degan, ba'zilar hadisi muallalun degan, yana ba'zilar hadisi ma'lul degan. Mayli qanday desin, hammasi o'rtaq degan bu hadisi muallalninki istilohidagi shu musammo, shu hukmning o'zini ko'rsatadi. Endi bu hadis muallal degan nima desa, hadis muallal degan agar raviyadagi ta'ning sababi vahm bo'lib qolsa, buning hadisi muallal deb ataladi. U bo'lsa 6-sababdir deydi. Endi yana bu yerdagi bir hadisninki istilohiy bo'lgan ma'nosidagi bir biz tushunadigan hadis muallalninki illatininki asosliq cho'ng ikkidan nuqtasi bor. Ikkidan nuqtasi bor. Bu birinci noktası hadis muallalninki illatininki hadis muallal bo'lish uchun chuqur o illat qadiha bo'lgan bo'lish. Hadisninki sahihligiga ta'sir ko'rsatadigan bir sabab hisoblangan bo'lish. Ikkinchi birisi bu hadisninki bu illati, ya'ni buning sababini bilish shu darajada maxfiy bo'lgan bo'lish. Endi maxfiy bo'lgan bo'lishning o'rtasida biz bu yerdagi diqqat qilsangiz bo'ldi, vahmi degan gap bor. Biz hadisi maqbulning shartlari haqida hadisi maqbulga zid ketgan, hadisi maqbuldagi salomat bo'lishdagi hech narsalardan birisi kasratul avham degan. Vahmi demagan. Bunga diqqat qilsak bo'ldi. Bu yerdagi kasratul avham bo'lsa, agar uningdagi avham ko'p bo'lgan bo'lsa, ya'ni biz kasratul avhamni oldin qatimliq darsimizdagi, ya'ni kasratul g'aflat, fuhsha g'alat degan bor-ku, fuhsha g'alat, shu fuhsha g'alatga aylanib qoldi. Agar buningdagi avham ko'p bo'lib, ya'ni daim bununki isabet, yani rivayette toğunu sözleşi, hatanı sözleşilen tam okuyan bolsa, yakin de hatanı toğunu köprak sözleyen bolsa, bunun ismidir cevap bu delilisi üsep galat delilisi kaynaklanıyordu. Bu bir ittifak bunda kişinin hadisi bombaydı, makbul olmaydı. Şu ravideki üzdeki eyip sebebidir. Ama miyadaki vehme diyen ne verdiyse bu kesetil avham emez. Kesetil avham emez. Bu anda nihayeti hemmini avham kıldığan, her daim hatalaştırgan emez. Vehme bu diyenimiz bu hayatıdaki şu rivayetlerinin içindeki nurgun hadisler rivayet kılan olsa, muşu bir rivayette bir kıtım ya ki bir kanç kıtım. Yani onda kesret diye olduğun derecede ya pühşi diye olduğun derecedeki onda köp vehme emez. Azgına bir vehmi yüzülüp kalgan bolsa bunun hadisinin ismini muallal deyimiz. Endi bu normalda hadis muallalninki senedi normal maqbul bo'lgan sanatga o'xshaydi. Hadisdagi raviylarning hammasi bu zabit jihatda, mayli adolat jihatda maqbul bo'lgan raviylar ekanligini bilib turibmiz. İkinci biri bu hadisninki ittisali sanat va yoki boshqa hadis maqbulninki shartlari qo'yilgan shartlardagi hamma shart to'liq topilgan bo'ldi zohir nuqtada. Ammo bu her daim biz bir odamning siqa bo'lishi yoki uningki zobit bo'lgan bo'lishi buni asla xatolaşmaydiganligini, asla vahmi uchib qolmaydiganligini ko'rsatmaydi.
Shuning uchun bu vahmi degan intayin inchki bo'lgan bir nuqta. Shunga vahmi deganni nurg'unlagan, masalan, bir bilik tabiinlardan, masalan, hatto Ibn Abbosga vahma Ibn Abbos deb Ibn Abbosga vahmi nisbat bergan iboralarni mushurtalaymiz. Mesela biz vaqtda haza vahmu Shu'ba deb Shu'ba degan aytalik mu'tabar bo'lgan, maqbul bo'lgan bir ravi, hatto Shu'badanmi ma'lum vahmlarningki yuzru berganligini biz mushurtalaymiz. Demek nima desa, bu vahmi degan normalda zaif raviydan sodir bo'lgan illat emas. Vahmi normalda zohirsi siqa bo'lgan, maqbul bo'lgan bir raviydan o'zininki shu nimadan normal vaqtda har doim maqbul, ammo her daim bir to'g'ri bo'lgan, to'g'ri so'zli aytgan, maqbul bo'lgan kishining bir qatim nima qildigan, halaqa bir qatim masalan xato so'zlab qilish yoki vahmi uchib qilish ahvol yuz berib qoldigan bo'lganligi uchun buni biz bu yerdagi mushu vahmi tepilgan bir nimani hadisni muallal deymiz deydi. Nima desa, endi bu muallal degan qattiq bu zaif hadislarning qatoridan buniki hukm jihatdan bu yerda biz isnoddagi vahmi nimaga illat yakanda matniga yutkilamdi, matniga ta'sir ko'rsatmam degan nuqtalarni taxmin bilan bilamiz. Nima desa, bu yerdagi vahmi degan gap qattiq diqqat qilsak bo'ldi demak. Bu kasratul avham emas. Bu raviyda kasratul avham sababidan deganlik emas. Biz zabtiga qo'yilgan shartlarninki qarshidagi nimadan kasratul avham deganni kalamot keltirmasak bo'lmaydi. Bu yerdagi vahmi normal, zohirisi maqbul bo'lgan, siqa bo'lgan, zohirisi nima bo'lgan va maqbul bo'lgan kishilardan yuz berib qolgan nima va bir vahmi. Endi mushu vahmi yuz berib qolgan mushu hadisning o'zi, vahmi sodir bo'lgan mushu hadisning o'zi nimadir bu zaifdir. Ammo mushu vahmi yuz bergan mushu hadisni rivoyat qilgan raviylarning boshqa hadislari, ya'ni bu vahmi isbotlanganligi, vahmi bo'lganligi isbotlanmagan boshqa hadislari bu yana o'xshashlam maqbul bo'laverdi. Faqat mushulamiz zaif hisoblanadi. Ammo kasratul avham yuzrib qolgan bir raviyda uning butkul hadislari zaif. Mesela tuşu g'alati yuzrib qolgan raviyning hadislarininki hammasi zaif. Ammo vahmi bu normalda raviyninki zabtiga anda bir qatim, ikki qatimning sodir bo'lib qolishi raviyning zabtiga ta'sir yetkazmaydi. Ammo kasratul avham bo'lib kelsa, yana bu ondan keyin su'ul hibz bo'lib, yana bu ravininki zabtininki bo'lmaganligiga ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun bu yerdagi vahmi degan gapga biz nihoyatda diqqat bilan qarashimiz kerak. Uni kasratul avham bilan o'xshash nuqtaga qo'yilishga bo'lmaydi demakchi. Diqqat qilishimizdan birisi. Ikkinchisi muallal degan nima esa, muallal degan lug'atda allahudan chiqqan ism. Endi u alladin chiqqan bo'lsa, yana fahva muallun chiqadi. Ya'ni muallun chiqadi, u bo'lsa qiyos sarfi mashhur. Muallun bo'lsa normal bizningki allaninki ism maf'uli, yana sarfi nimadagi bizningki sarf qonuni bo'yicha normal to'langan bir ism maf'ul bo'ldi. U tasih bo'lgan lug'at. Lekin u bilan ba'zi vaqtlarimizda muallal deb ahli hadislarimizdan muallal deb iborat keltirish nana lug'atda mashhur bo'lmoqda bo'yicha. Ya'ni muallal deb asli qiyos sarfida muallal deb kamaytdi, bu javon mashhur bo'lmagan. Nimada qoida etdim, lekin bizning ahli hadislarimiz buni muallun demak, muallalun deb halaqa ma'qul shakldagi biz mashhur bo'lmagan tarafini ahli hadislarimiz tutib keltirdi. Endi bir bilik ba'zi muhaddislerimizin ham buni hadis muallalni yoki bizning asl sarfimiz hadis muallunni buni hadis ma'lul deb bunda ifodalaganlarmi bor. Bu bizdagi ahli arabiyya va ahli lug'atdagi hadis ma'lul degan qarash nimadir va tuvan zaif bo'lgan siyg'a. Hamda hadis ma'lul desa o'qiladi, ammo buningki allaning ang qiyos sarfi bo'lgan, ya'ni ang o'lchamli uningki siyg'asi muallun. Amma bunu muallal deganlarmi bor, ma'lul deganlarmi bor, ammo hammasi bizning ahli hadis ulamolarimiz bir islohni asos qilib ishilgan siyg'alar. Endi buningki buni qaysi lug'atda fasih, qaysi bizning sarfiy siyg'ada noch bo'ldi, endi buni bizningki sarf ulamolarimiz buni orasi bo'ldi. Ammo bizningki ahli hadis muallunni ishlatdi, muallalunni ishlatdi, ma'lulni ishlatdi, hammasi bizningki hadis muallalninki ismlaridan iborat. Hani buni hadisi ma'lul degan ayrim narsa chog'i ekan yoki hadisi muallal degan ayrim narsa chog'i ekan deb qolsak bo'lmaydi demak. Ammo isloh nima degan gap, hadisi muallallik isloh nima desa, u shunda bir hadiski uningda, yana
Onunda hadisning sahihligiga ta'sir ko'rsatgan illat nima qilgan va bayqalgan. Halbuki zahir, yani oshkor ko'rinib turgani o hadisning shu illatdan salomat ekanligi. Qarasak, o raviylarning hammasi siqa raviylar. Qarasak, isoli sanad bor. Qarasak, bu yerdagi hadis maqbulning butun shartlar tilapillik. Demak, bu hadisda hech qanday bir illat yo'qdiki. Ammo biz hadisni boshqa hadislarga solishtirib ko'rib, bu hadislardagi boshqa bo'lgan nimalarga yo'llar bilan bu solishtirib ko'rgan chog'imizda bu hadisdagi sahihligiga ta'sir ko'rsatadigan ma'lum bir sababni bayqaymiz. Demak, bu hadisninki zohirisi mayli raviylarning sifatlariga vaqili, mayli sanadga vaqili, mayli nega qarasak, biz bu hadisda tamoman zohirisida sahih deb qanoat keltirganimizdan keyin ammo shunday hadislarni bir-biri bilan, ya'ni boshqa yo'llar bilan so'zlashish orqali yoki hadislarni boshqa bir yo'llar bilan bizningki taqiqlash orqali bu hadisdagi ma'lum bir illat bayqalgan bo'lsa, u illatning sababidan hadis mardud bo'lgan bo'lsa, hadisning sahihligiga ta'sir ko'rsatgan, qadih bo'lgan bir illat bo'lgan bo'lsa, muhim ishlarning birisi shu. Unda da bu hadisni hadisi muallal yoki hadisi ma'lul deymiz. Unda da bu yerdagi bizdagi bu illat, endi biz har qanday hadisning ta'sir ko'rsatgan ash yuqoridagi hadis maqbul bo'lmasligi ta'sir ko'rsatgan butun sababning hammasini umum atalg'usi illat. Ammo bizdagi yerdagi illatdan kim bo'lgan sabab nima desa deydi. illatning ta'rifi illatning yerdagi shart bilan bu hadis muallalning illatini umumiy bo'lgan illat emas, hadis muallalning hadis ma'lulning yakanda bu illatining ta'rifi u nima shundaq bir sababun g'amizun xafiyun qadihun fi sihhatil hadis. U yana hadisning sahihligiga qadih ta'sir ko'rsatgan, hadisning sahihligiga ta'sir ko'rsatgan. Ammo nima o'zini aytib maxfi, bu zohirisi butunlay hadisi maqbul. Zohirisi deb qarabligida hadis ravi kazzab. Demak, bu zohir hadisning maqbul emasligi ko'rinib turadi. Qarasak, bu hadisda ittisol sanad yo'q. Qarasaqlar bu yerda chava hadis nima deymiz? Buni biz hadisningki zaif ekanligini taqdirlaymiz. Qarasak, hadisning har yeri maqbul degidek, ammo bu nurg'un tekshirishlardan, selishtirishlardan, tahqiqlardan keyin bayqalgan maxfi yushrum bo'lgan bir sababni biz bu yerdagi illat degan gapimizning maqsad shu deydi. Demakki, illatning mushu ta'rifidan, mishadagi mushu hadis muallalning bu illatni ta'rif qilishga mushu ta'rifdan shundaq bir uqum chiqadiki, illat ulamaul hadisning nazarida chuqum uningda ikki dona shart topilishi kerak. Demak, hadis muallal bo'lish uchun hadisningki muallalligiga ta'sir ko'rsatgan bu illatda chuqum ikki dona sabab topilishi kerak. U ikki sababning birisi nima? Al-ghumuz val xafa. U illat unda oshkor bo'lib qolsa olmaydi. Hadis muallaqdagi illatlarga o'xshash. Masalan, hadis mursallardagi illatlarga o'xshash. Masalan, yoki hadis nimadagi mavzu yoki matruhlardagi bunda qarablikda bildirilgan zohirisi hadisning sahihligiga ta'sir ko'rsatgan bunda zohiri sabab bo'lsa olmaydi. Bu intayin g'umuz, maxfi ham rushum bo'lishi kerak. Buningki sabablaridan birisi shu. Masalan, qaradoq ravining o'zida adolat yo'q. Hadis maqbul emas. Qaradoq istisoli sanad yo'q. Hadis maqbul emas masalan. Demak, bu yerdagi bu shunda oshkorlam bo'lsa, buni biz hadisi muallalning illati qatoriga tutmaymiz. Biz yuqoridagiimizdek hadisi muallalning illati bo'lish uchun qarasak raviylarning hammasi maqbul, siqa raviylar. Qarasak ittisoli sanad va hammasi java, bu raviylar uzun yuqori mubosharatni olgan. Ammo biz u hadisningki boshqa bir yo'llar bilan silishish orqali u siqa bo'lgan raviydirmi? Biz ishongan u raviydirmi? Ma'lum bir vahmi, shu gapning beshidagi vahmi degan bog'i, shu vahmi sodir bo'lib, Bak bir siqa degan u asla xatolashmaydi. Asla bunda vahmi chiqib qolmaydi emas. Vahmi degan zabtiga ta'sir yetkazadi. Kasratul avham bo'lib qolmasligida vahminingki oz 101 qilishi raviyning zabtiga ta'sir yetkazmaydi. Shunga mushunda zabtiga ta'sir yetkazmaydigan bir vahmi sodir bo'ldi. Demek bu vahmi sodir bo'lgan ravi bir zaif raviga aylanmasmi, ammo vahmi yuz bergan shu hadisning o'zi zaif bo'lib ketadi. Demakki, buni biz hadis muallaldagi illat deymiz. Bu yushun. Ikkinchi birisi bu illatninki yushun bo'lishi bilan bilan illat hadisninki sahihligiga ta'sir yetkazgan bo'lishi kerak deydi. Demak, agar illat nima ekan bu? Illat bu yushun ekan. Haqiqatan
yuqorqidek al-g'umuz val xafa degan bu shartga chiqdi. Ham bu illatken. Ammo bu illat hadisning sahihligiga ta'sir yetkazadigan, hadisning sahihligi bilan hadisning maqbul, g'ayri maqbul hech qanday aloqasi yo'q bir illatken. Masalan, xuddi u nimaga o'xshash ba'zi ulamalar misol keltirgan, xuddi siqaga almashib qo'ygan o'sha deb keltirdim. Demak, mayli bir siqadan biriniki yana bir siqaga almashib qolishi bu bir illat. Masalan, bir siqa bo'lgan bir ravi rivoyat qilgan hadisni yana bir siqaga almashib qo'ygan bo'lsa, bu sanatninki bir vahmi yurib qoldi. Masalan, Abdullah rivoyat qilgan hadisni biz Umar qilib qo'ysak, bu yerda isnatda bir almashib ketish, ya'ni isnatni o'zbet yetkazolmaslikni bir vahmi yuz bergan bo'ldi. Demek bir illet var. Ama bu illet hadisning sahihligiga ta'sir yetkazgan bo'lsa, chunki Abdullah mu maqbul bo'lgan ravi, ya'ni almashib qo'ygan, almashib ketgan shaxs mu maqbul bo'lgan ravi. Demak, bir siqaga almashib o'xshash, bunda hadisning sahihligiga ta'sir yetkazolmaydigan, lekin bunda illatlar yuz berib qolgan bo'lsa-mu, buni biz yana hadisi muallalning qatoriga tiqmaymiz demakchi. Eğer bu iki şartın ya gumuz vel hafa deyli ya kendi el qadh fi sihhat hadis deyli muşu sebeplerden qaysi birisi yo'qolib ketgan bo'lsa, illat gumuzken qadih emasken yoki qadihken gumuz emasken qanday bo'lsin ikki shart topilmay qolgan bo'lsa, mesela illat zohir bo'libdi, qadih bo'lmay qolibdi, bunda chog'da bu xil illat istilohiy atalmaydi. Bu illatni hadisi muallal degan bu islohninki kategoriyasiga, doirasiga kirgizadigan darajadagi illat bu hisoblanmaydi. Shuning uchun illat u illat topilgan hadisni muallal bo'lgan, hadisi muallal deb atalgan bu doiraga kirgizish uchun chuqur bu illatda yuqorida ikki shart topilishi kerak. Bu bir bu biz istilohiy bo'lgan yuqori deganimiz bizdagi illatlardagi istilohiy bo'lgan illatni ko'rib o'tdik. Istilohiy bo'lgan illat shu. Demak, hadisi muallalning ta'rifida hadisi muallal bir hadisni muallal deb sifatlashimiz uchun hadisning sahihligiga ta'sir yetkazgan shu ikki shart topilgan illat topilishi kerak. Mushunda bir illat bo'lgan chog'da andak hadis muallal deymiz. Ammo illatni ba'zi vaqtlarda g'ayri istilohiy ma'nolarda ishlatiladi. Masalan, mushu illatniki illatninki yuqoridagi biz so'zlagan nimasi bor, shartdan boshqa islohiy bo'lmagan. Masalan, ant illat va band illat va deymiz. Garchi u g'umuz degan shart topilmasmi yo qadihli shart topilmasmi, bu yerdagi bo'lgan illatdan bo'lgan maqsad nima desa, hadisning sahihligiga ta'sir qilgan sabab demakchi. U masalan muallaq ulamdi, mursal ulamdi yana bilsa, hammasi ummatdan hadisning maqbulligiga ta'sir qilgan umumiy sabablarning o'zini illat deydilar. Hakikaten bu şu bizden yukarı abzastaki illatning ta'bir zikr qilgan yuqorqi mazmunlarning o'zi u muhaddislerimizning islahidagi illat, muhaddislarning nazaridagi illatdan maqsad shu. Muhaddislar bu illat desa mushkil muallalning bu illatini ko'rsatadi. Lekin ba'zi vaqtda illat mushu hadisga kelgan har qanday muvajjah lil hadis, hadisga kelgan har qanday ta'inning o'ziga ishlatiladi. Gerçi bu ta'ni xafiy bo'lmasmi, qadih bo'lmasmi. Demak, har qanday hadisga kelgan o sebep ma sebep hadisning maqbulligiga, sahihligiga ta'sir yetkazadigan har qanday bir iyibimiz, har qanday bir ta'ni bo'lgan bo'lsa, o'shaning har qandayini biz uni nima degan munda bir illat deb ishlatilgan ahvollarni uchirta olamiz demakchi. Yana birisi anda da birinci türüne kadar min nev'ula en ta'lil bikiz bir ravi. Mesela illat olmasın ve hafiy olmasın. Digide mesela illat nimiken ravi kazzapken. Bu mehbima ravinin kazzaplıkı ya bu aşkara bu zahir. Bak bu şunun bir illat degen mesela. Ravi gafilken bu gafletlenmeyken bu kasatlı gaflet varken demek bu ravinin kasatlı gaflet bolsa bunun hadisininki bo'lgan illat unda yushun emas oshkor bo'lgan bo'ldi. Demakki, bu mu yana illat deb atalgan, ammo bu yerdagi illati islohiy emas. Yoki raviyadagi su'ul hibzi, raviyada jo'va hibzi yo'q, zabt yo'q yana. Mushunda bo'lsa buningdagi nima va raviyadagi hadisninki illati yushunma, ya bu zohir bu. Lekin o'shani ulamolarimiz ba'zi vaqtlarda illat degan ishlashgan, ammo g'ayri islohiy. Mesela şunu hatta atgan İmam Tirmizi rahimahullah nesxini mi? Nesx var o. Hele hadisi keyin kelgan bir hadisning o'zining avval kelgan hadisning hukmini amaldan qoldirishi. Mesela mushuni o'zidimi İmam Tirmizi illat deb atagan. Demak, illatni o'zining islohiy ma'no doirasidan kengaytirib, bunda
g'ayri islohiy bo'lgan bir qanchalar ma'nolarga ishlatganlarmi bor demoqchi. Ana ikkinchi tur qosidasi at-ta'lil bil muxalafa la tuqda fi sihhat al-hadis. Masalan, hadisninki hadis gerçi ma'lum bir muhalefet var. Ma'lum illet var ama hadisning sahihligiga ta'sir etmaydi. Masalan, abay yuqoridagiimizda ma'lum bir siqaning siqaga olmashib qilishi yakanda bir siqa ravi mursal rivoyat siqa ravi marfu qilgani yana bir siqadan bir javob uni mursal qilib qo'yishi. Demak, bu yerdagi bularning o'zi hadisning sahihligiga tikka ta'sir yetkazmaydi masalan. Ammo bu illatning o'zini o'sha illat deb g'ayri qodiha bo'lsin bu. Masalan, misolli bir muxolifa bilan. Masalan, muxolifligimiz ya sanad to'g'ay yoki matn to'g'ay. Masalan, sanad to'g'ani gapirsa, bir ka'ristalim mavasalahu siqa. Masalan, bir siqa ravi mavsul holatda rivoyat qilganini mursal holatda rivoyat qilganga o'xshash. Endi bu bir hadisninki sahihligiga ta'sir qilib qolmaydi ilmatnisninki. Zaten uni siqa bo'lgan bir ravi mavsul shaklda rivoyat qilib bo'lgandan keyin uningki mursal holat rivoyat qilishdan o'zi zaif qaylinib qolmaydi. Shunda bo'lsa-mu, yana g'ayri qodi, yana amaliyotda bo'lsa-mu, yana lam uni illat deb atavergan deydi. Shunun qatordan shunda sabab bo'lg'achqa bir bilak illat bo'lsa-mu, ammo u illat hadisning sahihligiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan emas. Bo'lg'achqa ulamolarimizni shunda ba'zilar deganki, minal hadisi sahih ma huwa sahihun muallal. Hadis sahihning qatorida sahihun muallal bo'lganlarim bor. Ya'ni muallal deganimiz bu illat qodiha bo'lmagan. Hadisning sahihligiga ta'sir yetkazmagan illat topilgan sahih hadislar demakki. Yani muallal deganimiz aslida muallal degan hadisning sahihligiga qarshi keladigan sabablarni ko'rsatdi. Ammo bu yerda bir bo'lak nimalarni hadisning sahihligiga ta'sir yetkazmaydigan, masalan, xuddi muxolifa, hadisning sahihligiga ta'sir yetkazgan muxolifalarga o'xshash bularning o'zini biz illat deb atgan bo'lg'achqa sahih hadis deymiz, ammo bu sahih bo'lsa-mu, lekin nima muallal. Hem sahih hem muallal. Qarama qizib degan ikki narsani jug'ilgandek, ammo mohiyatda bu yerda muallaldan bo'lgan maqsad hadisning sahihligiga ta'sir yetkazadigan illat demoqchi emas. Andada bu illatni bilmak, illatninki jalolati va diqqatuhu deydi. Endi illatninki o'rninki naqadar ustunligi, nozikligi, ham bu illatni bilishga kimlarning imkoniyati yetadi bu haqda. Demak, illatninki endi bu illatni biz yuqorida ko'rganimizdek, illat degan bir kazzobning hadisi emas. Bir kazzobning hadisi bo'lsa, bu kazzobning hadisi degan zaif bo'lib ketdi bu deymiz. İllet diyen onda bir aşkar şekilde ittisasını çoğap ketken hadis emas. İttisasat bo'lmasa xarobliginde o bir ittisasat yokken bu hadis nima ekan? Maqbul emasken desak bo'pti. Bu hadis zahiratan qarasak bütün maqbulning shartlarini to'liqlagandan keyin endi bu biz ishonadigan, biz asli normalda buning hadisini oladigan kishilar tarafından rivoyat qilingan hadis bo'lgandan keyin endi bu yerda mushunda odamlarning xatolashib qolgan yerini bilmoqchi va naytaz. Shunga endi buni kimlar bilalaydi deydi. Hadisning illatlarini, yani biz illat deganimiz shu illat islohiy demoqchi. Hadisning mush islohiy illatlarini bilmaklik bu hadis ilmidagi eng yuqori min ajalla ulumul hadis. Hadis ilmidagi eng yuksak martaba hisoblanadi. Eng yuksak martaba. Bunda qarabligida iqtisodiy qarabligida bir zaif qilganga o'xshash, ravilardagi adolatni yo'qotgan qarabligida bir zaif qilganga o'xshash. Buni zohiriy sabablar bilan hadis maqbulni marduddan ayirganga o'xshash, bunda oddiy ish emas bu. Bu hadis ilmidagi eng yuksak bo'lgan va adaq eng inchga nozik bo'lgan bir maqom. Lekin endi buni illatninki shunda bo'lg'achqa illat hadis sohasidagi eng yuqori o'rin ham buni bilish intayin inchga bir nuqta, inchga bir ilm talab qilganligi uchun bu faqat li jahabatu bi ulumul hadis. Ilm hadis sohasida, ya'ni ulumul hadis sohasida intan yutuq bo'lgan jahobiza, intan yutuq olimlar oshkora bo'ladigan maxfiy yushun illatlarni bilmaganlikka muhtoj bo'ladi. Unda qarab lekin biz bilgandek, oddiy oshkora bo'lgan sabablarni izlanganga bilgili bo'lmaydi bu. Endi bu kimlar bilaydi desa, mush illatni bilaydigan kishilar illatni bilish imkoniyatiga erishalaydi, illatni tunishga kuchi yetadi. Kimning? Ahlul hibzi wal khibrati va fahmi saqib. Yana
hadislarning ki metni sanatlarni ko'p yodlagan. Demak, bir hadis anlab bo'lguncha, yodlagan boshqa bir hadislar bilan kelganda, bu hadisda men yodlagan bir siqa rivoyat qilgan bir hadisga bir muxolifat bor ekan. Debliganda, darholliganda selishtirib ko'rib, bu yerda taqdir. Demak, bu ko'plagan hadislarni ham hadislarning sanatlarini yodlashga muhtoj. Hem shunday xibratga, direkt bir yerdagi xibrat deganimizda hadis ilmi bilan ko'p mashg'ul bo'lgan lekin go'yoki har qanday bir odam, har qanday bir kasb ahli bir kasb bilan ko'p mashg'ul bo'lsa, shu kasbdagi intayin inchik nuqtalarni ko'pligida o'zining tajribasidan nima qiladi? Demak, hadis sohasida hadis ulamolarimiz hadis isnatlari bilan, matnisi bilan ko'p mashg'ullab, ko'p izlanish orqali ma'lum bir illatlar, go'yoki bir hadisning illatida, hadisda bir illat topilib qolsa, qarasa biz bilmasakmi, qarabliganda xuddi bir doktor adamning chiroyini qarabliganda manda kasal bor ekan deb va buni intihinga samasama uqqandagidek mashinaga solib uskunga solib o'qidi ha, ammo bu qarabligini uqqandagidek bu yerdagi tajriba bilan bir hadis ilmida tajriba qilishgan muhaddismi hadislardagi ma'lum illatlarni bayqalaydi ham bunaqa darhol siqildi. Yani birisi onundaki nima va Ahmad Saq, nayt ince tushuncha. Demak, bu yerga qarasak, bu hadislarda bu illatning bo'lib qolishini nayt hadislardanki ko'p hadislarni seçtirib kirib, nayt o'zininki Ahmad Saq o'tkir tushunchasi orqali beriladi. Muhim joydan bu illat degan bu, hadis muallal degan bu to'lqinlarga faqat imomlarimizning nayt oz bir ulamolar, qalil min al-ulama. Imomlarimizning nayt azgına imamlar, hadis imamları azgına imamlar bunun dolqullarga tukaladi. Ama köp salg'in. Mesela İbnül Medini'ye o'xshash, İmam Ahmed'e o'xshash, İmam Buxori'ye o'xshash, Abi Hatim Daruqutni'ye o'xshash, hadis sahasida imam hisoblangan, sanoqli odamlarlar bundagi hadisninki muallal babiga, chunki ma hadislarda hadis muallal, bunun muallal bo'lishinin sababi ma degan sabablar bilan buni bayon qilingan. Ama onu xalqanlikin adam hadisi muallalninki. Çünkü o gamiz. O gamiz bo'lganligi uchun uni unday inchga izlanishga, inchga tajribalarga, inchga tushunishga bo'lmaganlar bilmaydi. Endi bu illat naqlidir deydi. Endi illatni biz oldin necha qatam ta'kidlab kelyapmiz. İllat normalda bu zaif bo'lgan, qarmoqqa zaif bo'lgan, qarmoqqa sahihning shartlaridan to'liqlamagan bunda isnotlar kelmaydi. Normalda illat nima bo'ladi? Illat bu zohiran sahihning shartlaridan jug'ilgan bir isnotqa. Demak, sahihning shartlari deganimizdan butun ittisoli sanad. Tam. Hem shuningdek ittisoli sanad tamam bo'lishidan billa buningdagi butun nimalardagi halaqa ravilarning hammasidagi adolat ham zabt jihatda maqbul deb guvohlik bo'lgan raviylar. Demak, bu yerdagi qarasak zohiratdan butun sahihning shartlaridan to'liqilgan mushunda isnotlarda, ya'ni normalda sahih deb qabul qilinadigan mushunda isnotlarda illat yuz berdi. Chunki normalda zaif bo'lgan hadis uning illatlarini izlashga muhtoj bo'lmaydi. Chunki mardud amal qilmaydi. Demak, bir mavzu hadis qarab turibligida biz buni illat g'amiza bo'lmaymiz deb o'ltirmaymiz. Chunki nimishqa o mavzu hadis daha o'ziga zohiri bir sababdan tufaylidan mavjud bo'lib bo'lgandan keyin uningdan yana bir illatni izlashga bizning hech qanday ehtiyojimiz yo'q. Masalan, hadis mursal, hadis muallaq masalan, qarasaqlar istisol sanad yo'q, hadis zaif. Anda o'g'andan keyin bu yerda yana bir g'amiz illat bo'lma deb uni izlashga muhtoj emas biz. Chunki o nima o'ziga zohiri bo'lgan shu yerdagi bir illatning sababidan zaif bo'lib qoldi, sababdan tufaylidan. Shuning uchun o illat g'amizani izlashga muhtoj emas. İlleti g'amizani nereden izleyimiz? Qalasak normalda o hadis bizgacha oldimizda nayt ravilar isqa, ittisoli sanad ba, maqbul bo'lgan bir hadis surdi kurangan, shunda bir hadislarning ichidan undan keyin izlanadi deydi. Endi bu illatni nimalarga asosan, illatni bilishlarni nimaga tayinimiz? Bima yusta'an ala idrak illa. Illatlarni bilishda nimalarga tayiniladi? Qanday naliga tayinib bilamiz masalan? Biz hadisni normal zohirsi sahih bo'lgan, maqbul bo'lgan bir isnatdan uningdan biz g'amiz bo'lgan, qodih bo'lgan bir illatni izlashimizga qanday yip uchular bo'lgancha shunga tayinib turib biz qilamiz deydi. Buning yip uchlardan birisi qaysi desa, yana idib yusta'an ala idrakil illat. Illatni bilishga bir qancha ishlar bilan
bir qancha ishlar bilan bunga tayinladi. Bu ishlardan birisi tafarrudur ravi. Demak, bu yerda ipuchlardan birisi biz tayinadigan ipuchlardan birisi tafarrudur ravi. Tafarrudur ravi bo'lgandek ilm hadisni o'zi nima bo'lib ketadi? Il muallal bo'lib ketadi degan gap emas. Mana bu tushunish kerak. Bu tafarrudur ravi, muholiba yoki maqalginimiz hammasi bu bir ipuchcha xolos. Ama muşu narsa tepilganlik bilan hadisni bo'lib ketadi, muallal bo'lib ketib shuni olmaylar. Ba'zi ba'zilar shuni aytgan. Tafarrudur ravi deganimiz bir ravi bir hadis bor. Bu hadis normalda biz asla bu boshqa bir nimalardan, boshqa yo'llardan kelgan yoki boshqa hech qanday bir ravi, hech qanday bir muhaddis tarafdan kelgan hadis emas. Faqat mushu ravidan kelibdi. Demak, endi bu bir yip shu bo'ldiki, o'ylaymiz. Ha, bu hadis shuncha bunda bir yo'lni taqashqa tegishlik, yo'lni ko'p yo'l orqali kelish, ya'ni boshqa odamlarmi rivoyat qilish tegishlik bo'lgan bir hadisni faqat mushu bir hadisni bu sherdagi odam yolg'izdan rivoyat qilibdi yoki shunda yolg'iz rivoyat qilgan qarg'a vaqtida mishada boshqa yo'lda ma'munda qilgandan keyin buningga bir nimasi bormi, buning bir illat bormi deb mishada biz izlashni nima qilamiz, bir yip topamiz. Mushuni tepliganda undan keyin uningdagi illat g'amizlarni izlashga boshlaymiz. Bu bizdagi ipuchlarning birisi. Ikkinchi birisi qolsa muxolifat g'ayri hilaf deydi. Ve g'ayri degani g'ayri siqa demakchi. Yani uningdan boshqa bir siqa ravilarning inig'ini qilishar, zikrilishar. Demak, bu bir hadisni rivoyat qildi. Rivoyat qilish bilan birga endi bu raviy tafarrut va yolg'iz rivoyat qildi. Yolg'iz rivoyat qilib, uning rivoyatiga qarasa boshqa bir sahih bo'lgan, maqbul bo'lgan rivoyatlar uning iziga keldi. Kelgan bo'lsa, endi bu yerda bu ma'lum maqbul bo'lsa shunda qaramoqqa. Endi shuning qarag'an vaqtida bu yerda ma'lum izlanish muhtoj ekanda. İzlaymiz, izlagandan keyin uningdagi illatlarni tepishga yoki bayqashga muyassar bo'lish imkoniyatiga erishamiz. Yana birisi qolsa esa yuqoridagi ikki bo'lib, masalan, birinchi va ikkinchisi qolsa raviyning yolg'iz bo'lib qolishi bu rivoyatda. Yana birisi g'ayrining uni muxolif qilishidan iborat shu bilib va balga ikki abzasda ilgir o'tgan mazmunlardan tashqari muhina qatlab ham boshqa qaraylar orqali undan keyin biz ham shu yerdagi hadisda ma'lum illatlar bormi mush ishlar muhim gap. Mush ishlarning o'zi bir mushu fanni bilgan, ya'ni ulumul hadisni, bularni ulumul hadisdagi illatninki sohasini to'liq tunug'an bir orifni, tunug'uvchini nimaga hadisning ravisidan sodir bo'lgan bir vahmiga nima qildi, ishorat qildi, ogohlantirdi. Demak, mishaga diqqat qil. Ma ravi garchi siqa ravi bo'lsa-mu, garchi maqbul bo'lsa-mu, buningdan bir vahmi sodir bo'lib qolish ehtimoli bor bu yerda. Chunki bu yerda bir tafarrut bor, chunki bu yerda bir muxolifat bor, chunki bunda deb o'sha qarayinlar orqali yerdagi ravidan sodir bo'lgan bir vahmini tepishimizga bizga signal berdi, ishorat qildi. Shuning bilan biz nima qilamiz? Masalan, ya o hadisdagi bo'lgan bir kakash risala fi hadis rawahu mawsulan. Masalan, normalda mavsul rivoyat qilgan boshqa raviylar yoki mavsul rivoyat qilgan u mavsul rivoyat qilgan bir hadisdagi mursallikni bayqashga o'xshash. Masalan, bu hadisni mavsul holatda nima qildi? Rivoyat qilgan. Ammo boshqa yerlar qarasak, yoki mushular mavsul qilibdi, boshqalar uncha va mursal rivoyat qilibdi. Qaraganda izlandik, buning asli hadisning mursal ekanligiga haqiqatga. Demak, bu demakki mishadagi biz mushu mavsul holatda rivoyat qilgan raviydan sodir bo'lgan demakki bu bir vahmi ekan, bir xatolik ekan, shuni biz bayqab chiqdik. Masalan, yakanda bir boshqalar marfu holat rivoyat qilgan hadisni u marfu holat rivoyat qilgan hadisni mavqifligini bayqagan o'xshash. Masalan, o hadisni Rasululloh deganda Rasululloh nisbat turib marfu holat rivoyat qilibdi, ammo boshqa biz mishadagi yuqori qaylarga tayinib turib izlanganimizdan keyin bu hadis amaliyotda bu marfu emas, mavquf hadis ekan. Manda bayqalib qoldi. Masalan, yakanda ma'lum bir hadisni kirishtirayotgan, ikkilisini javob bir hadis kirishtirib qolgan ahvol chiqib qoldi, raviydan sodir bo'lib qoldi. Masalan, undan boshqa nurg'un vahmlar. Demak, bir vahmi raviydan sodir bo'lgan vahmini biz yuqorqi qariylar orqali azroq diqqatimizni qo'zg'ab, bizga shu ogohlantiradi, shu yip uchiga tayinib turib biz izlanimiz, shu raviydan sodir bo'lgan vahmini bayqaymiz. Undan keyin hadisda bu hadis muallalkan degan yerga yetamiz. Shu darajadagi bu g'olib bo'ldi uning gumoniga, shu uningki yuqoridagi bihays u kashf, ya'ni bu mishalik shu darajada namoyon bo'ldiki, g'olib keladi. O ravininki yoki arifninki gumoniga ana shu.
Şu hadisning asli mursal ekanligi, o degandek mavsul emas ekanligi. Hadisning mavquf ekanligi, o rivoyat qilgandek marfu emas ekanligi masalan, shuning bilan hadisning sahih emasligiga hukm qiladi. Bu hadis sahih emas, nima sababdan? O shunda yuqoridagi biz tahrir qilib bilingan illat sabab. Unda da bu hadis muallal bo'lganda ekan, bu hadisda muallal shaklda rivoyat qilgan haliq ravi zaif raviga aylanib, uning boshqa hadislari zaif qaylanib bo'ldi. Yo'q. Chunki o vahmi bir qatam sodir bo'lishi, ikki qatam bo'lishi bilan o hadisninki rivoyat qiluvchi bo'lgan ravisini zaif qaylandirmaydi. Ammo bu hadisning o'zi nima durwa? Zaifdir. Ammo yuqorida kasatul g'aflat, masalan, kasatul g'alat, o'sha g'alat masalan, bularning o'zi ravining o'zini nima qiladi? Zaif qilyotadi. Unda da uning rivoyat qilgan hadislarning har qanday zaif bo'lgan bo'ldi. Buni taqdish kerak. Yana birisi endi muallalni qanday bilamiz? Muallalni bilishning yo'llari yuqori qayerlar ekan, ishoratlar ekan, bilishning yo'llari desa, o bilishning muallalni tunishning yo'li bo'lsa, hadisninki yo'llarini jug'lash. Jam'u turuqul hadis. Bütün hadisning yo'llarini. Yuqorida masalan bu hadisni marfu holat rivoyat qildi. Demak, mush hadis boshqa shakllarda rivoyat qilmasa, mavquf holatda bu bütün sanatlarni jug'lab, undan keyin mushuning orasidan, undan keyin bu yerdagi qaysininki sahih ekanligini, qaysi illat bor ekanligini bayqab oldi. Demak, muhimi, eng muhim yo'llardan birisi nima qilish? Hadisninki yo'llarini jug'lash va hadisning ravilaridagi ixtilof o'xshamasliklariga nazar solish. O ravilarni, yani o'xshamas shaklda hadis rivoyat qilgan o ravilarning zabti va itqonlarini nima qilish va dangsab ko'rish, undan keyin o ma'lul bo'lgan rivoyatga hukm qilish. Demak, dangsab ko'rgandan keyin demak, ma'lum ma'noda nima yoqda va chiqaryapti. Masalan, nurg'un nimalarni ko'raymiz, masalan, biz salaflarning tarixini o'qigan chog'imizda salaflarningki jarh ta'dil boblarini ko'rgan chog'imizda shu talaymiz. Masalan, Shu'ba aytiliqi siqa bo'lgan ravi, maqbul bo'lgan ravi, hatto hadis sohasidagi mashhur muhaddislar hisoblanadi. Ammo u deydi kerak. Agar meningki rivoyatim Savriyninki rivoyatiga nima kelgan bo'lsa va zid kelgan bo'lsa, Savriyninkini angla, chunki u mendan baknim yo'qwan ahfazroq. Mendan barak uningki hibsi menikidan yaxshiroq. Demak, bu normalda Shu'ba nima yo'q, normal haliqi hadis maqbul bo'lgan ravi. Ammo biz shunday yerlarda izlangan chog'imizda undan keyin masalan shu Shu'bani uzun guvohlik qilgan masalan. Shu o'xshash biz ravilarning hadislarni xilma-xil yo'llar rivoyat qilgan yo'llarini jug'lab, undan keyin u yerdagi ravilarning hammasini bir nima qilib, kimdan avsaqroq, kimdan nima yo'q, zabti jihati yaxshiroq, kimdan deb buni bir muvozana qilgandan keyin uning eng a'losiga bu sihat deb qilib, uning tuvindigiga bu balki mushundan sodir bo'lgan nuqson ekan deb uningga nimadan hukm qilamiz? Illat bilan hukm qilamiz. Masalan, yo'l deydi. Ammo buni adamlar nazariya jihati bilib qolganligida bizda talablar yakanda shu ahvolda yig'ilib ham qiladigan hukm emas. Yuqorida bu hadis sohasidagi eng yuksak bo'lgan maqom, hadis sohasidagi eng inchki bo'lgan nuqta. Ammo buningga unda xohlagancha nazariyasi qarabligida kirib tajriba qilib bo'lmaydi. Endi illat bu yuqorida bunday narsa ekan. Endi bu illatni bu nerdan chiqib illat nari qilsa, illat o isnatda eng ko'p yuz beradi. Isnatda eng ko'p yuz beradi. Masalan, hadisni kat ta'lil bil vaqt val irsal. Bizda nima irsallar, masalan, mavquf yoki bu ism qo'sh. Masalan, normalda u rivoyat qilgan hadis marfu rivoyat qildi, qarasak hadis mavquf ekan. Masalan, u muttasil rivoyat qildi, qarasak hadis mursal ekan, masalan. Shunday o'xshash. Yakanda chiqib bu yerdagi mushu isnatdagi nimalarga isnatdagi sabablar bilan isnatdagi illat isnatda yuz berishi buni ko'p uchraydi. Ammo matnida yuz beramdi bo'lsa, o matnda yuz berishi nihoyat oz. Masalan, hadisninki namozda bismillahni o'qishni nafiy qilish. Hadisiga o'xshash bu hadisninki matnisida illatning yuz berishi nihoyat kamdan kam oz uchraydigan o'rinlardan birisi. Ammo sodir bo'ldi. Mayli qanday bo'lsa bo'lsin, mayli isnatda bo'lsin, mayli matnida bo'lsin, bu raviniki uzdagi sahihning shartini to'liqlanmaganligidan sabab emas. Bu ravidagi uzdan sodir bo'lgan bir vahma sababidan, vahma degan bir gapga, bu sababidan nima bo'lgan, zaif bo'lgan hadislarning birisi. Yana bir ham isnatdagi illat matniga ta'sir ko'rsatadi. Demak, isnatdagi illat yuzurib isnodi hadisning muallal bo'ldi. Demak, hadisning isnodi sahih emas. Isnodi sahih emas bo'lmoqligi bilan matnisi sahih emas bo'lamdi
deydi. Bazı vaqtlarda haqiqatda filmlarda ma'qul bir bu illat matniga ta'sir yetkazadi, isnatga ta'sir yetkazadi. Isnatni zaif qilib o'tish bilan birga buning matnisi zaif bo'lib keladi. Misal, masalan, hadisninki at-ta'lil bil irsalga o'xshash. Hadis mursallik bilan illat topilgan bo'lsa, demak bu hadisning isnadida bir nima illat chiqdi. Agar bu hadisni biz marfu rivoyat qilibdi, ya'ni bir vahm yuz bergan ravi, tekshirsak bu hadis mursal ekan, masalan, demak bu bizdan sahih bo'lgan, mu'tabar bo'lgan bu hadisning mahbus yo'li nima bo'lgandan mursallik bo'lgandan sanada andada bu hadisning bo'lgan bo'luvi ittisosiyat yo'q degan bo'ldi aslida. Gerçi bu muallil shaklda rivoyat qilgani buni muttasil rivoyat qilgan bo'lsa-mu, bu mursal ekan amaliyotda. Andada bu hadis isnodi muttasil bo'lmagan ekan, bu hadisning matnisimi o'xshashlar zaif bo'lgan bo'ldi. Masalan, bu yani ha vaqtda isnadning o'ziga ham ta'sir yetkazadi, matn sahih bo'laveradi. Demak, biz o'qi isnadning sahih bo'lishlar, matnning sahih bo'lish orasida nima bog'lanishmi yo'qmi degan gaplar. Ma'lum vaqtda bu illat isnadning sahihligiga ta'sir yetkazsa-mu, ammo matnning sahihligiga ta'sir yetkazmaydi. Masalan, Ya'la ibn Ubaydninki Savri Amr ibn Dinardan, Amr ibn Dinar ibn Umardan rivoyat qildi, marfu holatda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam al-bay'ani bil khiyar degan bu hadisni rivoyat qilgan. Endi buni vahmi qildi Ya'la ibn Ali Ya'la. Ya'ni nimaga bu Ya'la vahmi qildi Sufyan as-Savriga uni Amr ibn Dinar degan so'zni vahmi qildiki, xatolashi demakchi. Vahm ibn Amr ibn Dinar emas, aslida u nima va Abdullah ibn Dinar. Aslida u Amr ibn Dinar degan shaklga Abdullah ibn Dinarni xatolashib, vahmi yuz berib, buni Amr ibn Dinarga o'zgartirdi. Endi bu xil isnatdagi bir müzbede isnatdagi bir illat yüzbedi, isnatda illat sodir bo'ldi. Endi mush isnatda bu illat sodir bo'lishi bilan turg'ulg'un, ammo bu matn sahih. Garchi isnat illat bo'lgan bo'lsin. Illat g'alat bo'lgan bo'lsin. Chunki mayli Amr ibn Dinar bo'lsin, mayli Abdullah ibn Dinar bo'lsin, har ikkisi hadisi maqbul bo'lgan siqa. Oldingimizda siqaga olmish kitishi u matnning sahihligiga ta'sir yetkazmaydi. Siqaga olmishi matnning sahihiga ta'sir yetkazmaydi. Gerçi siyaqning isnadida xatolik sodir bo'lgan bo'lsa-mu deydi. Ana mush muallal hadis haqida tuzilgan mashhur kitoblar desa birisi Ibn al-Madinininki Al-Ilal degan kitob al-Ilal, ikkisi Ibn Abi Hatimninki Ilal al-Hadis, yana Ahmad ibn Hanbalning Al-Ilal va Al-Rijal, yana birisi Tirmizining Al-Kabir va Al-Saghir kitobi, yana birisi Darqutni'ninki Al-Varida fil Ahadis an-Nabawiyya degan kitobi, u muju Al-Varida fil Ahadis an-Nabawiyya degan kitob, mush illat haqida so'zlagan kitoblarninki eng ajma va avsa, eng kangri ham eng mukammal mazmunlarni o'zgartirgan kitob hisoblanadi. Demak biz illatni tushunmoqchi bo'lsak, illatning misollarini ko'rmoqchi bo'lsak, shu yuqoridagi kitoblardan foydalana olamiz demak. Yana birisi bu raviyadagi ta'nlar haqida davom qilyapmiz. Raviylardagi ta'na hadisninki maqbulligiga qarshi kelgan raviylardagi ta'nlardan birisi al-muxalifa lis-siqa. Endi muxalifa lis-siqa degan bu nihoyat umum atalg'u bu. Umum atalg'u. Muxalifa lis-siqa deganimiz yana bir raviyninki siqa raviylar, ya'ni maqbul raviylar rivoyat qilgan bir nimaga rivoyat shakliga qarshi, yana kep qilishi, rivoyatda qarshi kep qilishi, yani qarshi hadis rivoyat qilishi. Endi buningki tikka nurg'ulg'an hadis turlari kirib kirdi. Nurg'ulg'an hadis turlari, buni ular masalan mudraj deymiz, maqlub deymiz, mazid masala deymiz, nurg'ulg'an turlar ham shu muxalifa lis-siqa sababidan maydonga keldi. Endi bu normalda hadisninki sayligiga ta'sir yetkazadigan sabablardan birisi. Agar ta'ni raviyadagi ta'nining sababi siqa raviylarga muxolifatchilik qilish bo'lsa, ya'ni bu raviyadagi ta'ninki sababi u siqa bo'lgan raviylarga qarshi ketdi sanatda bo'lgan bo'lsa, biz yuqoridagi aytgan sabab shu. Buningki siqa raviylarga muxolifatchilik qilishidan hadis sohasidagi, ulumul hadis sohasidagi 5 turlik hadisni maydonga keldi. Demak, ulumul hadisning turlari 5 dona tur nimaga aloqador? Muxolifa lis-siqatga aloqador. Demak, raviyda muxolifa lis-siqat degan illat bor ekan, bu sababdan 5 turlik, yana zaif hadis, 5 turlik, yana maqbul bo'lmagan hadis maydonga keldi.
O hadislerden birisi, ulardan birisi mudraj, makbul, maklub, el-mezid bi muttasal asanid. Yani birisi o el-muzdarab ve birisi musahhab. Bu meydana keldi. Ana muşularning hammasi ham mushu mazid muxolifa istiqod bilan aloqasi bo'lgan turlardan hisoblanadi deydi. Endi buning ishidan biz davom qilib kiramiz. Agar muxolifa istiqod bir raviyning siqalar rivoyat qilgan rivoyatga qarshi kelib qilishi nima bilan bo'lgan bo'lsa, isnodni almashtirib o'tish bilan, betag'yir siyaqil isnodning siyaqini almashtirib o'tish bilan yakanda ma'ruf bo'lgan bir isnodni yana mavquf bo'lganni mavqufga kirgizib o'tish bilan, mavqufni ma'rufga kirgizib o'tish bilan yoki isnodning siyaqini o'zgartirib o'tish bilan bo'lgan bo'lsa, bu xil turdagi muxolifatning ismini deymizki, u al-mudrajdir. Mudraj. Agar muxolifat bir raviydagi yoki isnodda bo'lsin yoki matnda bo'lsin, raviyninki taqdim va ta'khir bilan, ya'ni raviyninki istiqollar rivoyat qilgan shakldan ilgari keyin keltirib qo'yish bilan bo'lgan bo'lsa, ma'lum matnadagi lafzlarni yoki isnoddagi ismlarni, buning ismini maqlub deb ataymiz. Agar muxolifat qilib raviy istiqol raviylarga qarshi kelibdi, qarshi rivoyat qilibdi, ammo u qarshi kelishi u orliqqa, ya'ni yo'q bir odamni ziyoda qilib qo'yishdan bo'lgan bo'lsa, normalda u muttasil bo'lgan bir sanad. Masalan, Abdullah Amirdan bivosita anglagan. Buni istiqolar shunday rivoyat qilgan. Ya'ni muttasil holatda mubosharatan anglaganlik qiyin. Ammo maravi fikr muttasil bo'lgan ravi bilan o'sh ravining shayxi orasiga bir odamni javoz ziyoda qilib qo'ydi. Munosabatidan beri. Buni biz yana mazid fi muttasil asanid deymiz. Agar muxolifat ravini ziyoda qilib qo'yish, muttasil bo'lgan bir sanadga ravini ziyoda qilib qo'yishdan muxolifat qilib solgan bo'lsa, uning ismi al-mazid fi muttasil asaniddir. Agar muxolifat, zid qilib qilish, qarshi qilib qilish bir ravini ziyoda qilish emas, bir ravida bibdal ravin bir ravin, ya'ni ravini raviga almashtirib o'tish bilan bo'pti. Ravini raviga almashtirib, masalan, ma'lum bir ravini ma'lum raviga almashtirib ismlarni. Yakanda bu yerdagi nima bo'pti? Bi husul at-tadawu fil matnadagi hadisning matnisida shunday birisi bo'lgan qarshish borki, uni bir yerga jug'lab aytilla desak, buni asla jug'lash, uni qildigan murajjih, tarjih qilib bergan, bizning ma'noda ma'no olsa, bu tarjih qilgan murajjih yo'q. Bo'lsa, bu xil holatdagi hadisning ismi mayli tadab olsun yoki ibdal ravin olsun, buning ismini ataymiz muzdaribda. Endi buni ayrim buning babning ichiga ayrim kiramiz, buningga shu babida kelgancha taqdirli qo'shilamiz. Yana birisi, agar muxolifat, yana bir raviningki o'zini siqa raviylar rivoyat qilgan shakliga muxolifatchilik qilib qilishi nima sababli yuribdi? Siyoqninki ma'a baqoy siyoq, buningki jumlaningki yoki u hadisning siyoqi normal asli qilib qoldi. Ammo bi tag'yir labz o'zgarib ketdi. Bo'lsa, bunday hadisning ismini deymiz musahhab deymiz. Hadisning shakli o'zi ayni, sanad ayni, ammo bu yerdagi hadisningki labzlaridagi nima va o'zgarishlar borlar. Masalan, yakanda biz kalimalardagi o'zgarish deymiz, harflardagi o'zgarish deymiz, i'robdagi o'zgarish deymiz. Hammasi hamishadagi musahhabning babida so'zlaymiz. Musahhabmi yana bir uni tinchlik ma'lum bir turlar bor. O'sha babga kelgancha inshaalloh tafsilga chiqamiz. Endi biz mushu turlarni, yuqoridagi 5 turlik muxolifali saqqa sababidan maydonga kelgan 5 turlik mushzayib hadislarninki aytganda mushu atalg'ularninki tafsilotini inshaalloh ala tavali orqa-orqadan maydonga so'zlaymiz deydi. Endi mushuning turlaridan masalan biz davom qilmoqlar, vaqtimiz bor ekan. Mudraj muxolifat istiqotninki birinchi maydonga kelgan buningki turlaridan birisi mudrajdir. Ya'ni mudrajmi muxolifat istiqot degan sababidan maydonga kelgan turlardan hisoblanadi. Mudraj degan nima desa, buning ta'rifidan mudraj degan ism maf'ul adraytu shay'a fi shay'in. Ya'ni bir narsani agar bir narsaga kirgizib, uni qatavatsam, bir narsani qatavatsam, uning ismini javob mudraj deysan. Masalan, agar uni adkhaltahu fihi, bir narsa kirgizdim va uni javob qatvatdim. Buning ismini mudraj.
Ama ıslah dedim gap bu mudrajdanki ıslah ma'nosini ma'nosi islohida onun hadisning isnodininki siyoqi mag'uyra siyoqi isnodiya. Hadisninki isnodininki siyoqi yani so'rilishini qilib o o'zgartirib o'tilgan. Hadis yakenda o hadisninki matnisiga hadisning matnisidan bo'lmagan, yani Rasululloh so'zdan bo'lmagan yoki hadisning matnisidan bo'lmagan bir söz bila faslin yani ayrılması mağarasından söz emez de ayrım bir şekilde sözden emezden kıtıp gizletilip kalır. Bu hadisinin ismini mudraj deymiz. Ve hadisinin siyaqı da özgürüp gitip kalğandagimiz mesela onda da çıkıdı müşteri bilen mudraj muş yuqarı ta'rif boyunca mudraj iki kısımki biri mudrajil isnad yani birisi mudrajil metn. Mudrajil isnaddan ta'rifi yuqarıdagimizde o hadisinin isnadının siyaqını nima qilgan o o'zgartirib o'tilgan. Yani bunun misalini ko'rgan chog'imizda tushunamiz. Buningki ta'rifi shu. Ama bunun surati mesela raviydan birisi hadisni rivoyat qilib boshqalarga yetkazib qonam hadis raviy yasuqur raviy al-isnad. Hadisning raviysi isnadni keltirdi. Masalan deydiga haddasana fulan an fulan an fulan an fulan deb kelib to'xtadi. Ta hadisning matnini so'zlamagan. Shuning bilan bu hadisning isnadini keltirib tursa fa ya'rizu lahu ariz. Tuyuqsuzliginde bu kişiye bir adis yüz bürür. Ariz degan ya bu arizligini mesela hadis so'zlab tursa sirtdan bir odam kirib qoladi, yoki bizi gap so'rab qoladi, yoki boshqa bir ish chiqib, uni shu hadisning matnisini so'zlashdan mashg'ul qiladigan bir ariz, bir tusalg'u, bo'g'uchi bir ahvol yuz berib qoladi. Shuning bilan bu odam o'zininki min qibali nafsihi, o'zining ishidan chiqib, ya kirgan odamga javob qilg'ili, ya so'g' odamga javob qilg'ili, yoki o'zi qilib bir gap ish qilg'ili, shunga javob qilib o'zining nazaridan bir gapni deydiki, shuning bilan bu ahvolni anglagan odamlar, mushi gap, hozir mu shayx degan mushi gap, o'sha isnodning matnisi shu ekan. O'sha haddasana plan an planninki degan gapidan mushi gapni degan, mushi gapning isnodi shu ekan deb lekinde rivoyat qildi shu odamdan, shu shayxdan, haliqa yuqorida degan gapni shu isnodga uloqliganda. Haddasana plan an plan qala deb lekinde o'sha gapni, shayx degan gapni o'sha hadisning isnodi bilan hadisning isnodiga qatib, o'sha isnoddan rivoyat qilgan matni mushu degan shaklda misolan shunda rivoyat qiladi. Buning ismi mudrajdir. Mudrajil isnod deganimiz shu. Masalan buning misoli. Mesela Sabit ibn Musa'nınki bu Sabit ibn Musa'nın Zahid üstüme çıktı. Zahid diyen kişi Zahid nihayet meşhur. Onun rivayet kıldığı ki dedi ki bu rivayet kılıp bir uzun rivayette men kasra salatuhu bil leyl hasuna vecuhu bin nahar diyen şeklini muşeni bir hadis şeklinde bir isnatla rivayet kıldı. Yani bu kıssanın asli mahidi karışsak teşvirsek kıssanın ahvalımında. Misal deydi ki Sabit ibn Musa degan bu Zahid şu, müşahidesine rivayet kılan, bu şekilde rivayet kılan, mudraj şekilde rivayet kılan kişi. Bu Şerik ibn Abdullah'ınki, Şerik ibn Abdullah, Şerik ibn Qazi'nin kişi kirdi. Ve halbuki o yumli şagirdlerine hadis yazılıp diken, imla yazılıp diken. Deydi ki imla yazılıp uzun şagirdlerine, yazıvatkan taliplerine sözler lekinde haddesana A'mash, isnad başladı. Haddesana A'mash, en Ebi Sufyan, en Cabir qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deb isnadni keltirib bilib bu to'xtab to'xtadi. Nima sababga? Yaktuba al-muslim. O imla yozib olgan odamlar, ya'ni shayxning og'zidan chiqqanni xotirab daftarga yozib olgan. Shu vaqtda hadislarni kitobda, internetda taqimoliq hadislar shu raviyning og'zidan chiqqanini yozib olgan hamda shaklda taqalloq. Demak, o'sha yozib olganlar yozib olsin bir gapni demak o'ngay yozmoq ta'sirroq bo'lgandan keyin demak sal to'xtab ammo yozib olishga fursat berganda to'xtab turgan. Bu to'xtab turib matnisni demagan. Shunda turgan chog'da turib lekinde bu talib yozib olsin deb talibga saqlab turib, halaqa Sabit ibn Musa Zahid odamga bu buning chiroyiga qarablam dediki men kasura salatuhu bil layli hazuna wajuhu bin nahar degan so'zni dedi. Mush bir naytli qamashqan chiroyli gapkan, masalan buningki kechada namozni ko'p o'qigan odamning kunduzi yuzi nurli qiladi, chiroyli qiladi degan so'z. Bu so'z bilan o Sabitni Musa'ni maqsad qilgan. Aniq chaqchaq yusida deganda gap uni bir munda bir gapdan kirishi bilan u nayt Zahid o'g'anlik uchun, nayt farzkor taqvo o'g'anlik uchun aniq bir maqtab munda bir gizgan gap.
o'ylab qoldiki Sabit ibn Musa Zahid o'ylab qoldiki mushu matni qaysi matni ashu haddasana A'mash an Abi Sufyan an Jabir qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam degan bu matni mushu hadisning matnisi ekan. Annahu matn zalik hadis. Mushu ashu isnadning matnisi ekan dedi. Deb o'ylab qoldi. An bu hadisni yuhaddisu bihi. Mushu isnadlar rivoyat qilgan bo'lgan deydi. Bu degan bu hadis so'z amaliyotda qarasa kimniki va Sharik ibn Abdullohning so'zi bu. Men kasra salatuhu billahi azza va jalla min nahar degan so'z. Ammo Mavu Sabit ibn Musa Zahid buni kimning so'zida rivoyat qildi? Haddasana kim Sharik ibn Abdullah al-Qazi haddasana A'mash an Abi Sufyan an Jabir qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam men kasra salatuhu billahi deb ma isnadning oxiriga Mavu matni qo'shib rivoyat qilgan bo'lgan. Va bu isnadning tiki yuz bergan mudrajning shakllari. Bu isnadga bo'lgan mudrajni biz qanday tushuntirgan? Isnadning siyaqidagi nima qilishi va o'zgarib ketish. Isnadning siyaqidagi asli isnadni keltirdi, uning ma'nosi deyilmay, uningga boshqa bir so'z ulinib qolgan bo'lsa, biz uni bunday isnadga yuz bergan mudraj deb o'yladik. Yana birisi mudrajning yana bir turi mudrajul matn. Bu yuqorqidek mudrajul isnadga o'xshash shaklda emas. Bu nima desa, matniga u matnidan bo'lmagan narsa. Hadisning matnisiga hadisning matnisidan bo'lmagan bir so'z bila fasl o matn bilan so'zni ayirmaydigan shaklda xuddi shu matn ayirishlikda kirgizib o'tilgan. Bu hadisning matnisidan bo'lmagan so'z ayirmasdan nima qilib o'tilgan, kirgizib o'tilgan bir shaklni ko'rsatadi. Bunun turi 3 qism masalan. Qanday 3 qism degani idraj hadisning avval yuz bergan bo'ldi. Masalan, gapning 5 yildan birak bir so'z xuddi hadisninki matnisidagi shaklda so'zlanib o'tib, undagi hadis rivoyat qiladi. Demak, idraj nima yuz bergan? Hadisning avvalda. Buna ait az, lekin o'ttir yuz bergan vaqtda sal jiqroq. Ikkinchi birisi hadisning bu yerdagi bu idraj hadisninki o'ttir yuz bergani u nimadan yuqoriga avval yuz bergan vaqtda taxam az. Eng izza shu hadisninki o'ttirida, ya'ni orliqida yuz bergan idraj buna ait az yo'l qo'ydi. Yana bir idraj qazisa hadisning eng oxirida. Hadisni so'zlab bo'lgandan keyin oxirgi mazmunda, oxirgi yerga kelgan chaqda qitilib qolgan so'z. Bu imtihon ko'p uchraydi. Demak, idraj deganimiz bu hadisning ma'nosi emas. Ammo hadisning ma'nosiga nima qilib qilgan va qitilib ketib qolgan. Farq etmasdan. Buni biz ya'ni matnidagi idraj deymiz. Masalan, misol olgan chog'imizda yana buniki hadisning avvalida ya'ni matnning 5-dan yuz bergan idrajning misoli va uning sababi nima chiqarsa, uning misoli birinchi sababi ravi bir gapni deydi. Masalan, falon narsaning hukmi mubahdir, yoki falon narsaning hukmi haromdir, yoki falon ish zururdir degan bir hukmni bayon qildi. Bu degan o'zi shu hukmiga, shu gapiga, kalam shu so'ziga hadis bilan dalil keltirmoqchi bo'lib, u hadisni ayirmasdan keltirdi. Undan keyin bir sami, galonroq bir samiyatin birisi vahma qilib xato o'ylab qoldiki, hammasi hadisga, yuqoridagi falonning hukmi o, yoki falon durust emas degan shu gapmi hadisga deb o'ylab qoldi. Oxirida hadisga keltirgandan keyin shuning bilan bu hadisga beshiga shu ravininki bir so'zi qitilib qolgan bo'ldi. Ya'ni hadisning avvaliga yuz bergan idrajning shakllaridan birisi shu. Misali masalan, rivoyat qildi bu masalan Xatib Abi Qatni va shabobininki nimasidan rivoyatidan, ana bu ikkisini mishada Shu'ba din u Shu'ba Muhammad ibn Ziyaddan u Abi Hurayra rivoyat qilgan. Ma'qul shakli hadisninki Abi Hurayra radhiyallohu anhu deydi. Dediki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam asbighul wuzu bir hukm. Qara'ni kamilan degan bir hukm o. Vaydul lil aqab minan nar degan bu ma'noni rivoyat qildi. Uning asbighul wuzu degan so'zi, Abi Hurayraning asbighul wuzu degan bu so'zi mudrajdor Abi Hurayraning kalami. Asbighul wuzu degan gapi yuqorqi ravilarning rivoyat qilgan shaklidagi asbighul wuzu vaydul aqab minan nar degan ma so'zdagi asbighul wuzu degan bu Rasululloh so'zi emas. Asbighul wuzu aslida kimning so'zi? Abi Hurayraning so'zi. Abi Hurayra rivoyat qilib masalan qanday bu Abi Hurayra so'ziga nereden bildik biz? Abi Hurayra so'zi ekanligini nereden uqtirsak biz bu rivoyatlarni solishtirib ko'rgandan keyin bu Buxoriyda bor. Masalan qanday bayon qildi? Buxoriy rivoyatida Adamdan Shu'badan. Yuqorisi Shu'ba rivoyat qilgan boshqa shaklda masalan Shababa degan rivoyat qildi rivoyati.
Deydi o Muhammed ibn Ziyad'ın asla şu İstanbul'daki yıldızı. O Muhammed ibn Ziyad Ebu Hüreyre'nin rivayet kıldı. Dedi Ebu Hüreyre. Esbiğul vuzu. Esbiğul vuzu diyen gapni kim dedi? Ebu Hüreyre dedi. Esbiğul vuzu dedi. Ebu Hüreyre dedi ki taharatni kamil anla. Çünkü Ebel Kasım sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki veylul el-aqab minennar. Demek ki Bukhari'deki maşaklara kararsak veylul el-aqab minennar diyen söz Resulullah'ın sözü. Bu hadis anlayınız şu an. Ama esbiğul vuzu diyen sözü bu Ebu Hüreyre'nin sözü. Ama yukarıdaki Ebu Katın ve şebabının rivayet kılan o şekilde kana o şekilde esbiğul vuzu veylul el-aqab minennar hep hemmesi Resulullah'ın sözü gidek rivayetçi olan kaygan. Ve halbuki esbiğul vuzu diyen neminin sözü de var Ebu Hüreyre'nin sözü de. Dedi hatib bunu bu Ebu Katın ve şebabınınki üzününki şu'bedin keltirgen rivayetiki bo'lgan o'zidir va vahmisdir. Biz keltirganimiz bo'yicha. Buni Cemmul Gafir şu'bedin, yani şu'bedin Adem'e o'xshash, ya'ni Buxorining keltirgan şu Adem'dan rivayet mesela. An Adem, an Şu'bed, an Muhammed ibn Ziyad. Demek Adem ve nurgun Cemmul Gafir degan ayet köp sondagi ravilerimiz bunu yukarıdadak mavi esbiğul vuzu fe inne Ebel Kasım sallallahu aleyhi ve sellem kal veylul aqab minendir diyen ma şekilde rivayet kılgan. Demek ki biz bu yer karab ma köp sallık hem Bukhari'nin rivayetindeki ma şey karab o Ebu Katın ve şebabından rivayet kılgan şekli mudrejkenke de pektedir. Demek bu mudrejkenke sınavına evvel düz bir şey. Evvel düz sebepten birisi yani ravi bir hükümünü sözlemekçi buludu, hükümünü sözleydi. Bu hükümge bir hadisten delil keltirmekçi buludu. Esbiğul vuzu diyen bir hüküm o, tarih kamil anla bir hüküm. Mesela bu hükümge delil keltirmekçi oldu mu o veylul aqab minennar. Çalı qalğan mesela tarihte çalı yuğan melege soncaqlarga nima olsun veylul diyen dozaq olsun da bu Resulullah'ın sözünü delil keltirmekçi oldu. Yani bu şekilde hadisden evvelge qalğan sözler oldu. Mesela İkincisi misale yani isnadninki hadisninki oturuda idrayının yüzülüp taşınan sebebi. Mesela Ayşe radhiyallahu anh'ın hadisi Bed'il Vahi diyen babda mesela Bukhari'nin 5. kıda. Bukhari'nin 5 lam kitab Bed'il Vahi'de ma Ayşe radhiyallahu anh'ın hadisi. Dedi ki Ayşe radhiyallahu anh'a ayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge vahiyinin qanda başlanğanlığını bayan qilib keltirgen hadisi de deydi ki Kanen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yetehannes fi gari Hira el-leyali zavatil adad. Dedim. Emni mişelik Resulullah'ın ki ağacına diyen sözü. Ama at-ta'abbudda mişed ağırlık kıtkallık. Bukhari şekilden bağcı at-ta'abbud diyen mudrel şeklim. Deydi ki yetehannes fi gari Hira ve huve at-ta'abbud el-leyali zavatil adad dedim. And o demeninki müşedeki bu söz bu rivayetteki at-ta'abbud diyen söz o Zühri'nin kalamıdır kigen mudreydir. Zühri yani İbn Şihab Zühri müşedesinden ravilerdeki olan yıldızından birisi. O rivayet kılıp getirip Ayşe'nin rivayet kılısına Kanen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yetehannesu fi gari Hira deb taliplerine yetehannes diyen nima diyen bir ılık mananı okumaya kalmışsın deb lügatni şeyle süzün ve huve ta'abbud. Deplikini bayan qilib, lug'atni bayan qilib, undan keyin hadisning davomini surganki, al-layali zavatul adad deb. Demak, endi mishadagi mush lug'at bayon qilingan va ta'abbud degan shakli har doim nima qilib keldi va mushkilliqi bu so'z rivoyat qilinib keldiki, xuddi bizning qarashimizdami, ashirisi bundan qarg'an odamning suzgumi, xuddi at-ta'abbud degani nima degansak, mush Oyshaning so'zidagidek. Bu halbuki bu Oyshaning so'zi emas. Oyshaning so'zi emas. Bu kimning so'zi? Zuhrining so'zi. Keyin qolgan so'zlarni hisobladim. Endi hadisning oxir yuz bergan idrajdan keyin misali, masalan, Ebu Hurayraninki marfu holatda. Ebu Hurayra buni marfu holatda rivoyat qilgan. Masalan, Ebu Hurayra qala Rasululloh deb rivoyat qilgan. Marfu degani masalan shu ham. Dediki Ebu Hurayra lil abdul mamluk ajran. Lil abdul mamluk ajran. Mamluk bo'lgan qulga 2 ajr bor. والذي نفس بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحاج وبر أمي لا أحببت أن أموت وأنا مملوك. أنا رسول الله مملوك هنا رسول الله يجيب سوزه مرفوع يجيب. ينا مملوك بوغان قل إشك أجروا أنا نفسم الكدوغان الله لان قسم كي الله يولد جهاد قلش حاج وأنا يخشى قلش بومغان بولسا من üzem memluk halatda ödekni yaxshi ko'rgan bo'ladi. Yani
Ölgüçe memnun halat yaşattım demekçi o degan so'zni dedi. Endi bu so'zni marfu degan Rasululloh dedi deydi o. Endi buningki vallazi nafsi biyadiga yeri. Yani mening nafsim ilk doğan Allah bilan qasam deb oxirgi jirva qo'ydasinki mush yirgish gapning hammasi Abu Hurayraning so'zi. Rasululloh emas. Ajl abdul mamluk ajran. Abdul mamluk uchun ikki ajri bor degan Rasulullohning so'zi. Ammo bu hadisdan gap bo'pligida u ko'ngildan Abu Hurayra o'zininki bu hadisning fazli mamlukninki ajridagi bo'lgan buni qiziqib mahsusin degan. Shundan keyingilar buni oxirgacha Rasulullohning so'zi o'xshaydi deb marfu holatda rivoyat qilgan raviylar bor. Nima buni qanday o'qisa chunki deydi. Mumkin emas, yastahil. Mumkin emas mushundaq bir so'zning payg'ambarimizning sodir bo'lishi. Chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aslo payg'ambarimizning bir qul bo'lib qolishni orzu qilish mumkin emas. Chunki qul bo'lib qolish bir insondagi bir nimaga va ojizliklarning bir hisoblanadi. U o'zining ibodatlarida bo'lsin, Alloh yo'lida, din yo'lida xizmat qilishlarda bo'lsin, har doim erkin bo'lolmaydi. Demak, bu insonga nisbatan bu qulluq İslam qarşı qo'shgandago, undag'anaka Rasulullohning bir qulluqni orzu qilib qilishi asla mumkin emas. Bu bir. İkinci bir taxir Rasululloh men dedigo, anam bu yaxshilik qilish olmagan bo'lsa-da, Rasululloh yaxshilik qilaydiganlar Rasulullohning onasi mavjud emas edi. Hatto yaxshilik qilgan. Yaxshilik qilganlar Rasulullohning onasi mavjud emas. Shunga bu yerdagi bu so'z bu Rasulullohning sodir bo'lishi mumkin emaski. Bu so'zni nima degan Abu Hurayraning so'zida, ammo ma'lum raviylar buni xuddi marfu holatda Rasulullohning so'zi shaklida rivoyat qilgan ahvollar bor. Endi bu davoil idraj. Bu idraj nima ish qilib qoldi? Shundaq bir mayli ma'nodagi idraj bo'lsin. Masalan, bu idrajlar nima uchun yuz berib qoladi? Nima uchun hadisga idraj kirib qoladi? Buning sabablari nima desa, buning sabablari intayin ko'p, eng mashhursi tuandagi. Birinchisi, hadisdagi shar'iy hukmni bayon qilish. Masalan, hadisdagi Abu Hurayra so'zi deki esbigul uzu ve yul aqab minennar degan ayadagi esbigul uzu degan bir hukmni bayon qildi. Undaki ve yul aqab minennar. Kelib qoldi masalan. Yakanda bir nimadan istinbat hukmi shar'iy min al-hadis qabla yatim al-hadis. Hadis tutishdan avval, hadis tamom bo'lishdan avval hadisdan shar'iy hukmni chiqarish. Masalan, yakanda hadisdagi g'arib lafzlarni sharhlash. Masalan, yatahannasna va huwa ta'abbud deb nima qilgan o'xshash, shaylagan o'xshash. Masalan, bunda sabablar bilan hadislarga idraj yuz berib qoladi. Ana bu idrajni biz nima bilan bilalaymiz? Idrajni qanday sabablar bilan idraj uqul degan chaqda idrajni bir qancha ishlar bilan bilinadi. Bu ishlardan birisi hadisninki yana bir rivoyatda idrajdan xoli holda, munfasil ayrim holda kirish. Masalan, xuddi yuqoridagi nimaningki hadisidagi Abu Hurayra hadisidagi asbiqul wuzu ve yul aqab minennar deb xuddi Rasulullohninki degindak shaklda rivoyat qilgan shaklmi kelgan. Masalan, Abu Qatab va Shababning shakli rivoyatida. Ammo boshqa odamninki Shu'badan kelgan boshqa rivoyatda masalan Buxoriy shuni olgan. Uning nima deyilgan? Uningda Abu Hurayra asbiqul wuzu minennar degan so'zni dedi. Abu Hurayra aytdiki, asbiqul ma va asbiqul wuzu. Fa inna Abul Qasim sallallohu alayhi vasallam qal va yul aqab minennar. Masalan, beşlik asbiqul wuzu degan so'zni kim degan? Abu Hurayra degan. Abu Hurayra tarixni komil angla. Chunki Abul Qasim sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz bunda degan. Buni biz yana bir rivoyatlardagi ayrim kelgan shaklga qarab, biz uningki mudraj ekanligini bilaymiz. Ikkinchi birisi, mushundaq mudrajlardan ham hadisga nurg'un ahvolni xabardor bo'lgan imomlarimizdan ba'zisidan unaqa nima kelgan, nas kelgan bo'lsa. Ya'ni imomlarimizdan birisi xuddi yuqoridagi hadislarga birligandek baho berib, masalan, ma falonning so'zi, masalan, Xatibninki nima degan o'xshash vallazi nafsi biyadi degan so'zni tatib oxirgi so'znanki Abu Hurayraning so'zi ekanligi, Rasululloh o'zi emas ekanligini, buni idraj ekanligiga nas keltirdi. O'zi fikr bayon qildi, unga o'xshash. Lekin raviyniki o'zininki nima qilishi va iqror qilishi, mal kalam undan keyin idraj ekanligini, annahu adraja hazal kalam, bu kalamni edisqa kirgizib qo'yganligini o'zining nima qilishi va iqror qilishi bilan biz bilaymiz. Yakini bilsa Rasulullohning unda o'zini deyish mahol bo'lishi. Masalan, Rasulullohningki unda qulluqni ozod qilishi avvalqa arzu qilishi va shuni o'xshash ishlar Rasulullohning sodir bo'lishi mumkin emas edi-ku. Ham bu o'xshash sabablar bilan biz mudrajni bilaymiz.
Yine bilsem ne hükmün idraç. İdracın hükmünü verse idracın hükmü ulemalarımız, yani muhaddislerimiz, fukahalarımız ve ondan başka ulemalarımızdan icma olan idrac kasten kılış haramdır. Kasten Resulullah'ın sözüge Resulullah'ın sözü bulmagan bir sözünü ağırlaştırıp katıp kasten kırgızıp yoşunu haram. Ama bundan istisna kılındı garip lafzlarını tefsir kılış için nima kılgаны var? Kep kalan mesela xuddi İbn Şihab Zuhri'ninki يتحنس degan ibarani va ta'abbud deb sayligiga o'xshaydi. O mamnu emas. Bu shunun jihatdan Zuhriy va undan boshqa imomlarimiz shunday g'arib lafzlarni tafsir qilish shaklidagi bunday mudrajlarni keltirgan deydi. Hatta Buxoriyda shu xil shaklda keldi. Yana birisi endi buningdagi shu idraj haqida yoki hadis mudraj haqida tuzilgan eng mashhur kitoblar Xatib al-Bag'dodiyning Al-Fasl al-Wasl al-Mudraj fi an-Naql degan kitobi. Yana birisi Ibn Hajarning Taqribul Manhaj bi Tartibil Mudraj degan kitob. U yuqorigi Xatib al-Bag'dodiyning kitobining xulosa, buni azra qo'shimcha mazmunlar qatilgan deydi. Ve ahir da'vana elhamdülillahi rabbil alamin. Bizning dersimiz bugün müşahit olsun. Aldın kaptım kardeşimiz soğuğan sual soğuğan kardeşimiz bugün yokken şu an kaçan kirip yine kayıt sualını anlığı bo'lgan chog'da javob beramiz inşallah. Qolgan o'zingizdan boshqa savollaringiz bo'lsa so'rasanglar hozir javoblaymiz, bo'lmasa darsimiz tugadi. Qani nizom degan gap nimadaki bu qapti xato. Haram degan so'z. Al-idraju haram bi ijma'il ulama degan gap. Nizom emas. O alaqa chiqib ziyada qo'ylab qapti. Yani hizam bilan hech bir aloqasi yo'q. Hukm haram demakchi. Chiqib ziyada qapti. Yuqorida savol bormidi? Ko'rmayaptimi xatni Veylul aqab minennar degan hadis shuni o'xshaysiz. Aqab deganimiz putninki keyindiki uyushmaslik so'njaq deb qo'yamiz o'g'an. Bizniki bizda shuni ko'rsatdi. Bu hadisning umumiy mazmunida Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam davrida namozga, o'zal asr namozga deb kelgan ba'zi rivoyatlarda namozga oldirib putunninki so'njaqlarini shuni osti tapanninki sal ust taraf so'njaqlaymiz. Bu ya'ni yurishni chalqab qolib oldirgan kishidagi Rasululloh Veylul aqablar degan bu so'zi. Ya'ni aqablarga, ya'ni yuyulmaya chalaqagan shu mushuqlarga, shu so'njaqlarga veyl bo'lsin deydi. Veyl degan yana bir atalg'u ba'zi vaqtlarda uzaq, ba'zi vaqtda voy isib, ba'zi halokat degan ma'noda keladi. Demak, yaxshi emas. Demak, so'njaqninki chalaqaga yeri ba'zi hadislarda o't ashadni tushirgan rivoyatlar bor. Demak, nima desa, bizningki so'njaqni komil yuvish kerak deb. Shu yuzidan Abu Hurayra hadisning 5 yillam asbi g'uruzu, tarixni komil angla. Chunki payg'ambarimiz chali yulg'an, komil yuyulmagan, chalaqab qolgan shundoq so'njaqlarga vayl bo'lsin deb degan deydi. Shu vayl yana shu shahida qarasak, yana ba'zilari vayl degani davzaqni o'tashadni tushidi. Davzaq vayl degan davzaqning ismi ba'zi vaqtlarda unga namozdanki maqbul bo'lmasligiga ta'sir qiladigan halokat, ya'ni namozda maqbul bo'lmasligi
eşyadan kiradi degan sebepler bayon qilgan. Boshqa savol yo'q-ku? Shunda bo'lsa shu qo'lninki, putninki barmoqlarini aralash shu tahoratni kamol ilishning sababidan bizdagi tahoratniki muhim sunnatlar hisoblanadi. Shunga tahorat kamollash uchun putlarimizning harakatlarida barmoqlarimizning oraliqlarini shu jamlikni tiqib qilishimiz kerak. Shu demak tahoratning kamol bo'lmasligi hamda buni biz tahoratda biz shuncha tirishdik. Masalan, eng mukammal shakldagi Rasululloh 3 qatim dedi. Rasululloh sunnatlar bilan barmoqlarini putninki bunda barmoqlarining orasiga tiqib buni aralashni ham bizga ko'rsatdi. Undan boshqa quloqning yumshoqlari, quloqning orqasini tortib chiqib biz tahoratni kamol ilishning qanday bo'lganligini aytdi. Mukammal shaklini ko'rsatdi. Shu bo'yicha qilsak bo'ladi. Ammo shu bo'yicha qilish intayin muhim. Bu chunki tahoratninki muhimligi haqida Rasulullohning bir so'zi bor. Mashhur, ya'ni ko'p so'zlanadi. Jannatning ochqichi namoz, namozning ochqichi tahorat deyiladi. Shuning uchun tahorat mukammal bo'lmasa, bu cho'qim namozga ta'sir etkazadi. Namozninki bo'lmasligi tabiiylikda bu jannatga kirishimizga bu ta'sir etkazadi. Masalan shu Rasululloh aytdi, uygun shaklda ko'rsatgan. Shuning uchun sahobalarninki o'zida tahoratni kamol ilish haqida aytdi, xususan Abu Hurayraninki ma'lum kelgan rivoyatlarda hatto qo'lni yuvgan chog'da biz qo'lga chaynak suyimiz bor, marofiq shaklda. Hatto ba'zi sahobalarninki rivoyatida ehtiyot qilganlikdan shu chaynaklarimiz chala qolib qolmasin deb qo'l tuquvgacha yuvgan holatlari, ba'zi bir oshiq qilib olish emas, ehtiyot yuzidan. Hatto shu biz putimizda yuvgan chog'da ushq suyimiz, ammo salaflarimizda ushq qilishdan yumay hattoki nisbi saqalaqa yerimigacha yuvgan nimalari bizniki ularning salaflarninki yo'llaridan bizga namoyon bo'ldi. Demak, tahoratni kamol ilishning muhimligi shu. Bu hadisninki matni jihatiga. Ammo hadisninki bizniki tiyimiz bu bo'lmag'achqa eng muhimi bizniki shu idrajninki shaklini, idrajninki shu turlarini, sabablarini bilmek